Sharqiy Turkistonni barcha diyorlarini bir kezdirib keldingizlar. Kattadan katta rahmat Uyghur Ensemble. Rahmat. Sizda shu oxirgi qo'shiqingiz bizlarda Afg'onistonda o'zbeklari o'rtasida bir qiziq bir qo'shiqni esimga keltirdi. Qo'shiq ham shunday deb aytadi: suvlar toshqin, yo'llar to'sqin, o'tolmayman yor. Otginam arriq manzilimga yetolmayman yor. Otginamni arriq qilgan shilmayda toshlar, rang berixum sarg'aytirgan shul qalam qoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kattadan rahmat. Tashakkurlar. Bir xotirani aytmoqchiman. Turkiyada ekanim. Turkiyada 1994 yilida Sharqiy Turkiston lideri Yusuf Altakin bilan ko'rishdim. Yusuf Altakinda bir qiziq qo'shig'i bor edi va shundan ko'p qo'shiq keladi. Bu qo'shiq ham shunga Sobir Korgan o'qigan aytadi: O'zbek, Uyg'ur, Totor bir bo'ydir. Qara, qalpoq, azob bir so'ydir. Uyg'uriston, Turkmaniston qilib qo'yganlar, ona yurtim Turkistonni bo'lib qo'yganlar bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Thank you very much for the Uyghur Ensemble. It was a definitely very beautiful tunes and it was very nice. Thank you very much for that. I'd like to, the reason I'm talking in English, I hope because everybody understands, I'd like to invite Shahbaz Iraj, my colleague at the BBC World Service. He's a very great poet. You want to talk? You can share your tool. Have you got the joke? Right. I'd like to invite Shahbaz Iraj. He's going to recite one of his ghazals for us. And it's about darkness, which doesn't have a refuge itself. Shahbaz Iraj, دعوت میکنیم به استیج که یکی از غزلهای خود برای ما زمزمه کنن. افتخار شهباز ایرج دوستان.